32,5 mingga 2 xonali kvartira ko'rganmiz. Mana 40,5 kvadrat hujjatlar chiqib turibdi. Sergeli Xonobod avenyuda, Xonobod metroga yaqin joyda 2 xona qilingan 40,5 kvadrat 10-etaj, 12 etajkal Novostroykadan 32,5 ming dollarga, kvadratga 8,2 dollardan berib yuborilyapti. Mana srochno bosadigan joyi. Mana ko'rishlaringiz mumkin, 10-etajga chiqqanimizda katta panoramli oyna. Bu yerda ikkita baquvvat liftlari bor. Ikkinchisi hozircha ishlamay turibdi, bu ikkinchisi. Ko'rganimizda pod'ezdi kattakon, mana ko'rishlaringiz mumkin, keng va yorug'. Bu svetlar ishlangan juda yorug' bo'ladi. Kvartiraga kirganimizda umumiy xonalarga bo'lib qo'ydik proyekt asosida. O'ng qo'lda dush bo'ladi, sanuzel birgalikda bo'ladi. Bu yerda maydagina shkafchasi bo'ladi. Bu yerda 3 metrga 460 razmerli kattakon zali, bu yerda ota-onalar yotoqxonasi. Ikkalasi xona alohida bo'ladi. Chap qo'lda oshxona uchun joylari bor. Ko'rishlaringiz mumkin, tepasi monolit, pasti monolit, bu tarafi pishgan g'ishtdan. Balkoni 60 santimetrga 6 metr hisobladik. Ya'ni o'zlaringiz bir tekshirib olasizlar. Balkoni kvadratga kirmagan. Agar balkonni ham qo'shadigan bo'lsa 44 kvadrat chiqadi. Dokumentda mana ko'rishlaringiz mumkin 40,5, ya'ni 40,5 kvadrat. Kvadratiga 8,2 dollardan elinyapti. Shuni adil продажаga kelsalaringiz kvadratiga 1000 dollardan so'rab turibdi. Bir so'm kami yo'q. 100% to'lasangiz ham deb turishdi. Parkovkalari bemalol. 3 tarafda parkovka bor. Kim birinchi kelsa o'sha qo'yadi. Chizib olgan, belgilab olgan joylari yo'q hech qanaqa. Faqat naqdga sotiladi. Metroga juda yaqin hisoblanadi. Metroni ham hozir ko'rsatamiz. Avval qo'ygan kvartiramiz bir kunda Qoraqalpog'istonlik klientimizga baraka bo'ldi. Adel pastda, adel продажада kvadratiga 1000 dollardan so'rab turibdi. Bizniki esa 8,2 dollardan aylanyapti. Xolasalar shu 1000 dollardan beradigan bo'lsalaringiz, под ключ kirib yashaydigan remont bo'ladi, aboyli, kirib yashaydigan hamma narsasi bo'ladi. Lokatsiyani ko'rishlaringiz mumkin. Xonobod avenimanda joylashgan, yonida Xonobod tepa masjidi joylashgan. Metrogacha bir taxminan 12-15 minutlik masofali yo'l, 1 kilometrlar chiqadi. Mana Xonobod metro Sergeli rayoniga kiradi. Agar sizlarga sifatli usta xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, emulsiya qildirmoqchisiz, aboy qildirmoqchisiz, kvadratiga usta haqi material ichida 150 dollardan, agar dizayn proyekt bo'ladigan bo'lsa, kvadratiga 250 dollardan xohlagan turingizdagi dizayningizni qilib beradi. Pastdan nomerga aloqa chiqib ko'rasizlar. Bizdan uzoqlashmang, arzon variantlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.